Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi yoshlar oromgohida yoshlar konsorsiumi doirasida o'quv seminari o'tkazilmoqda. Tadbir davomida yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, liderlik fazilatlarini rivojlantirish, kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy, amaliy va sport tadbirlari tashkil etildi. Bugungi kunda seminar treningda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning 5 ta oliy ta'lim tashkilotlari, jumladan Jamoat xavfsizligi universiteti, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Bojxona qo'mitasi, Bojxona instituti, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasining 200 dan ortiq kursant va talabalari faol ishtirok etmoqda. Ana shu akademiya, universitet, institutdagi talabalarni umumlashtirgan holda jamoalarga bo'lib o'quvlarni tashkil qildik. Bu ham bo'lsa, ularning orasida o'zaro hurmat, do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Mana shu o'quv seminarida eng yaxshi natijalarni qo'lga kiritgan, o'zlarining yaxshi takliflarini, tashabbuslarini, aniq muammolarni yechimiga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surgan kursant talaba yigit-qizlarimizni 30 nafarini xorijiy stajirovkalarga o'sha yoshlar siyosati sohasida o'qishga yuborishni ham o'z oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Seminar treningning birinchi kunida ochilish marosimi hamda kursant va talabalar bilan turli xil mavzularda psixologik treninglar hamda team working mashg'ulotlari olib borildi. Mashg'ulotlar davomida ta'lim muassasasi kursant va talabalar tomonidan o'zi tahsil olayotgan ta'lim muassasasi haqida qiziqarli taqdimotlar va videoroliklar namoyish qilindi. Tadbirlar natijasida ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni bir-biri bilan kelajakdagi o'sha tashkil etiladigan dasturlarda samarali faoliyat yuritish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, bu yerda g'oliblar yoki mag'lublar bo'lmaydi. Aslini olganda, bu yerga kelgan har bir yoshning o'z maqsadlari, orzulari, istaklari mavjud va ularni bir g'oya ostida jam qilish ushbu tadbirning bosh maqsadi hisoblanadi. Hozirgi kursant va talabalar kelajak liderlari, kelajak rahbarlari bo'lib, yangi O'zbekistonni quradigan barkamol avlodlardir. Seminar treningning ikkinchi kunida davlat boshqaruvi va zamonaviy rahbarlik munosabatlarining eng dolzarb amaliy va ilmiy jihatlari, davlat xizmatchisi va zamonaviy rahbarning media imijini shakllantirish strategiyalari, yangi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati, strategik maqsadlar, innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajriba, raqamli dunyoda kiber xavfsizlik, davlat xizmatchilari va rahbarlar uchun raqamli gigiyena qoidalari hamda kiber insidentlar kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Bu yerda har bir ishtirokchi jamoaviy g'alaba uchun harakat qilmoqda, lekin eng asosiysi g'alaba emas, ortilayotgan tajriba va kelajakdagi hamkorlik uchun yaratilayotgan do'stona munosabatdir. Shuningdek, harbiy kvest amaliy mashg'ulotlari va karaoke battle hamda Jasorat nomli vatanparvarlik ruhidagi film yoshlarga namoyish etildi va film ijodkorlari ishtirokida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ talabalari bilan kursantlari o'rtasidagi o'zaro bilim almashishi, kelajakdagi o'zlarini bilimni saviyasini bir-biri bilan o'rtoqlashishi juda bir odamni quvonarli darajaga yetkazib qo'yapti desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki, 5 ta oliy harbiy ta'lim muassasalari o'rtasida tuzilgan konsorsiumning maqsad vazifalariga ko'ra, mana biz hozirgi paytda Bo'stonliq oromgohida shu oliy harbiy ta'lim muassasalarining eng lider, eng sara bo'lgan kursant talabalar bilan birgalikda o'quv seminarini amalga oshirmoqdamiz. Kelgusida seminar trening doirasida huquqni muhofaza qiluvchi organlarning oliy ta'lim tashkilotlari, kursant va talabalar uchun liderlik, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va innovatsion yondashuvlardan kasbiy faoliyatda foydalanish, kompetensiyalarini rivojlantirishga oid amaliy va nazariy mashg'ulotlar o'tkazilishi, guruhlar o'rtasida musobaqalar tashkil qilinishi ko'zda tutilgan.